Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ham hadislar o'quvimizni, payg'ambarimizning hadislarini o'quvimizni davom etamiz. Ham oldingi hadisimiz qala qala alayhi salatu vassalam irham man fil ard yarhamka man fis sama. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, yerda bo'lganlarga rahimli bo'l, ham shu chaqda ko'kda bo'lgani sening o'zingga qarata rahimli bo'lar. Ham bu hadisdan bu hadis Allohning ko'kda, ustda, ko'klar ustida ekanini to'p-to'g'ri dalil bo'lib turadi. Shulay bu hadisdan biz anglaymiz, agarda kishi yerdagilarga qaraganda, yerdagilarga qarata rahimli ham marhamatli, shafqatli bo'lsa, demak kim rahimli, marhamatli bo'lacak? Alloh o'zi. G'alamlar Robbisi Alloh o'zi marhamatli bo'lacak. Ham endi bu hadis İgil, Havarish shikilli turkumlarning bir xoqsa kishi o'tirib yurishlarining, shulay musulmonlarga takfir yasovchilarning yo'llari, amallari durust emasligini isbot etadi. Anladingizmi? Bizni payg'ambarimiz narsaga chaqirdi? Marhamatlikka, iyilikka. Ham endi kishi Allohning, alamlar Robbisining o'zina marhamatli etasi kelsa, uni sizlarga tegish, yerdagilarga marhamatli ham rahimli bo'larga tegish.